xalqimiz ichida hamda Sharqiy Turkiston davosiga bo'lsin, boshqa yaxshi vatanga aloqador faoliyatlarga aloqador masalalarda bir xil chekinish yoki passivlikni his qilyapmiz. Hamda bu ahvol bizningki ishg'oliyat altidagi bir millat uchun yaxshi ahvol emas. Buningki sababi nima? Sizlarcha yani bu haqda bir fikrlarni bayon qilib o'tsalar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ardı ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve thulâtha ve rubâ'a. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en-nebiyyil ummi ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu filgramımızda toğrunu sözlep hakkı yetişini Allah muvaffak kılsın ve yüzümüz ve halkımızı sözlengen toğru sözlerden paydalanışını Allah asan kılsın. Birinci bulap sizninki bu sual qarta muşu Şarkı Türkistan davasıga alaqadar hizmetlerde, alaqadar işlarda çekinişninki asaslık sebepleri nimo degan sual qarta. Birinci bulap bu sualninki asaslık en muhim sebeplerinin biri nimo dese, birinci bulap muş zulümga künüp qelish. Yani biz mesela 2017'de, 2018'lerde şu çağdamı urug tuqqanlarımız bilen, ata-analarımız bilen görüşenmidik. Nurgun adamlar şu vatan bilen bo'lgan aloqaninki kesilishi, ata-analarınınki urug tuqqanlarının turmalağı kirişi bilen hammadan siyasetçi oldu. Hammadan degidek köp sandaki halkımız bu davası kirdi. Taraflarda her adam yüzünün qo'ldan kelishcha faoliyat qildi. Lekin 2017, 18, 20, 21 bu yıllar o'tdi aralıqda. Yıllarning o'tishi bilan asanda tarbiyalash kirketgan u bo'lgan odamlarning chiqqanlari mubah. Mush chiqqanlik sababidan mening tuqqanlarim chiqdi-ku deb to'xtab qolganlar mubah. Şunun bilan birga uzun yıllık kesivetken, 15-20 yıl, 10 yıl, 15 yıl kesivetken nurgun ata-analar, nurgun akalar, nurgun sağınlar halkımızın nurgun adam ba. Lekin aşolarning urug tuqqanlari chet elda bo'lsa-mu, lekin çoğu desa vaqt uzargandan keyin endi ul turma kirkitibdi. Bu chet elda hareket qilganimninki nim foydasi bor bo'lgan, 3-4 yilni hareket qilib baqdim. Eş qanday bir ahmiyetini bununki paydasını ko'rmadik, turma kirkenler chiqmadi deb shuni bilan cho desa, vaqtning o'tishi bilan bu zulm qarindoshlarimiz qilingan, xalqimiz qilingan zulmga ko'nib qilish, buning bilan chu kar olmasligimdi. Bu asli fisqiy tarafdan bir kasallik bu. Nima desa, ya'ni inson ayında xafalıqqa, musibatga, har xil besimga uçurgan vakitte aynı bazı insanlar çoğu hiç narsa bilen kârı yok bop kaldıgan bir xil kesellik muşundan kelip çıkıdı. Demek birinci sebebi nima desa, vaqtning uzuruşu bilen bu zulmga ko'nib qelish. İkinci, bunun en muhim sebebi nima desa, mesela namoz qilib baqdi, ata-onamni qo'yib deb har xil faoliyatlarni qildi, har xil qo'ldan kelishicha nurg'un odam tirishchanlik qildi. Lekin ko'zi bilan bu qilgan ishning natijasini ko'rishni izladi. Biz tarafdan minglab, 10 minglab namoz qilib chiqsak, masalan, shuni bilan xalqaro bu zo'r bir besim paydo qilib Xitoyga, shuni bilan bu besim orqali Xitoy mumkin xalqimizni turmudan qo'yib yutdi. Yoki hatto bizning vatanimiz xalqaro qonun bilan mustaqil bo'lib ketish mumkin deb hatto mushuni tashviq qilgan odamlar bor bizning vatanimizda. Masalan, imzo mamchimi qiyasi oldida. Bu xalqaro qonun avuldi ekan, BDT kirib anda qildi ekan, manda qildi ekan, NATO aralashdi ekan bu ishqa. O'g'ildi ekan, bo'ldi ekan deb mushunda havodagi arzu umidlar bilan bir necha yilcha harakat qilib, shuni bilan qarasa buning amaliyotda natijasida hech qanday bir amaliy natijani ko'rmadi.
Kömgellik için çoğu ikinci andan ümitsizlendi. Bu işinki, bu Xitay bek zor küçken bu. Bunun karşı durup boğun bomaydı iken. Onda boğandan keyin işimni qilay digelli oldu. Şu sebepten bu davası bir de çoğu kişilerin sani azaldı. Üçüncü olap andan bir kısım yaki tehditke yaki iqtisadi taraftan qiziqtirishga aldanganlarmi çoğu bağımdı. Bir kısım kişiler sen eğer yani siyasi faaliyet katnaşsan ya Facebook'ta anı qıysan, manı qıysan biz senin mədi ba atanan va, ya akan va, ya açan va, ya manda tuqqunun va onu sulaymiz. Tuqqalların mədi jima dep tehdit kuchurganlı bulaqlıq xalq içinde az sandiki ahvalda sen məvədiki uruq tuqqallarım xatırcam yazsın desen gıtığını qısıp şu jima degenden keyin muş tehdittin qoqap uruq tuqqallarımızdaki xatırjamlık üçün men bu işqa qatnaşsam bolmaydı ekan dep to'xtab qolgan az sondagi adam bor. Bunun aksida andan iqtisod bilan nurg'un adamlarning qiyinchiligi bor. Turkiyada bo'lsin, dunyoning har qaysi joylarida bo'lsin. Qiyinchilik bo'lgandan keyin bu yerdagi jafoliq ishlab, pul tepib, o'zining turmushini tasdi qamdab ketayotgan bir qism az sondagi insonlar cho desa, bularga andan san pul vermez. Aydımançlık pul vermez. Anı qılımız, manı qılımız. Ata-ana bilen köreştirip qoymaz. Neticede ya körenmegen ya xotnağını körse ya balağını körsen ya ata-ananı körsen uçu boçe bizge işlepbe anda işlik arlaşma o bu deyse şunu bilen bununla özünün imani ve vicdanını setep ata-anasını bir işqatim körüvelişqa geplerini buluvattim. Hazır sizler degan mesele ras ameliyatda bo'lgan masalami yoki taxminiy qilyapammi? Ya ameliyatda bo'lganlik. Kurashli mashina adamlar nasıl? Aşında adamlardan men burun qıygandım, hazır tavba qildim degan gaplarni deganligini anlaganlarim bo'lgan bo'ldi. O hali hammadan biladigan bir masalalardi. Yani jiq adam masalan palani mandamiki, pustani mandamiki degan har xil gaplar bor jamiyatda. Bu gapning ancha-muncha asosi bo'lmagan holatda yolg'ondimi chiqdi bunda gap. Lekin hem asasımı çoğu anço'muncha bağımdı. Bo'lmasa fakat hech nima bo'lmasa unda gapni chiqib qolmaydimdi. Shuning uchun bunda sebepler tüpeyildimmi çoğu desen bu işle bilen bo'ldi qilib ata-onasini bir ko'riverish bedeliga ya bir ko'rishverish bedeliga shuning bilan azg'allari hatto shunga hamkorlashib ishlaydigan bo'lib ketganlarmi yo'q bo'lishi mumkin. Yani ishlaydigan bo'lib ketgan insonlarmi bo'lishi mumkin. Ishlamagan taqdirdami çoğu desen bo'ldi men bu ishga qatnashmayman buni yoqi deb mushunda siyosiy ruhdan siyosiy maydondan o'zini elib qochgan kishilar chu xalqimiz ichida bor. Bu asosliq tabiiy holda buningdan boshqami bu uch turlik sababdan boshqami buni bog'lasak keyingi nimalarga keladi. Nurg'un sabablar bor. Lekin mushada bizlarga xalqimiz ichidagi mayli qalbini jiroq sanıgan bu siyosiy kurashning foydasi yo'q deb qarag'anlar bo'lsin. Mayli zulmga kunab qolish sababidan vaqtning uzurishi bilan bizning kunimiz mush ekan, taqdirimiz mush ekan deb umidsizlik qaplagan kishilarga bo'lsin. Biz deydiganimiz bugungi kundagi Falastinda, G'azada bo'layotgan bu voqealikdan cho'qim bir ibrat dars olish kerak bizning xalqimiz. Bugün bizning düşmanımız asosliq bir. Yani Xitoy cho'ng düşman to'g'ri. Lekin bir davlat hamda xalqaradagi kommunizm sistemasidagi bir davlat. Lekin Falastinlik qarshi turayotgan, Falastin xalqi o'zining ozodligini qo'lga keltirish uchun kurash qilayotgan davlat İsrail davlati bo'lsa-mu, hammamiz ko'rib turayotimiz. Bu İsrail davlatining keyinda bugungi kunda dunyoni so'rayotgan cho'ng davlatlarning, cho'ng iqtisod egillarining hammasi degidek, mayli cho'ng shirkatlar bo'lsin, mayli cho'ng davlatlar bo'lsin, hammasi bor. Hammasi askeriy tarafdan, iqtisodiy tarafdan azra 250 milyard pul bilan qo'llaymiz deb ashuna da'vatdir masalan. Mushunda cho'ng bir kuch hamda. Halbuki ular yashayotgan umumiy yer kulimi 350 kilometr kemaydamda. Umumiy yer kulimi. Ashunda yerda turib, ashundaq bir cho'ng kuchga yani keynida dunyoni ep qo'yib turib kurash qilib urushirgan
aşında bir basqınçı, işgalçı, küçükçe o dese, aş xalq qarıştırıvatır. 75 yılını qarıştırıvatır aşulamı. Ne çıkatım bizning vatanda mesela alohida bir qo'l qural elib, o Xitoy bilan qo'lma-qo'l bo'lib, sapma-sap bo'lib, bunda tutuşup ketgan ishlar nihoyat az. Biz qarıştırmay ko'p vaqtda qarıştırgan ahvollar bo'lsa-mu, lekin qarıştırgan vaqt az. Qarıştırmay milyonlab inson bizning xalqimiz o'ltirildi. Milyonlab o'ltirildi. Falastinlik cho desa, tarixdan bu yan hamda nurg'un qurolliq harakatlarni elib berib, nurg'un odamni qurbon berib, nurg'un odam yardarulab, putqollardan ayrilib, lekin ashunda bo'lsa-mu cho desa, xalq o'zining zimin egisi ekanligini unutib qolgani, yoki o'zining burun bir mustaqil davlatining borlig'ini unutib qolgani, yoki ishg'olchi dushmanning naqadar kuchligligi bularning shuktirishiga sabab bo'lgan bir ahvol yo'q endi. O'tgan kuni Fransiyadagi cho'ng bir gazet yozibdi. Haliqa ikki suratni chiqarib, kichik bolaninki bir tankiga tash etayotgan, anda uning ostida qurolliq urushayotgan bir suratni chiqarib, avlodlar cho'ngaydi deb yozibdi. Ya'ni tankiga tash atgan Vallahi bo'ldi. Çoğun olab qo'lda qurol tutqidek bo'pti deb mushunda mavzu qo'yib, çok bir maqola yozibdim. Bu nima desa, ash xalqdagi ruhimdi. Bizim anglagan gap masalan, Falastinliklar bolalar maktabdan kelsa, İsrail askarlari bor yoki İsrailning saqchiqanisi bor. Qanday bir hatta İsrail taraf oldir bo'lmasa-mu, chiqib sen 3 tal tash etib, uningdan keyin tamoqni yeysan deb mushunda o'gitirgan degan gapni anglagan tuqimdi. Ash kichik bolalar masalan bizning vatanda, bizning xalqimizning ko'p qismi tuxumni tashqi o'g'in olmaydi, yanaqni bosh bilan chaqqin olmaydi, g'itini qisib yursang olmamdi, masalan. Bizning vatanda kichikina bir yerda ish bo'lsa, vaziyat shunda bir chiqsa, hammadan tillaytamda. Xitoy qarshi to'qalni g'itini qisib yurmay bu guylar. Mushunda bunda qalayimqan ish qilib, shuni o'ylab vaziyat chiqib ketdi, u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi degan mushunda bir medeniyet yoki mushunda bir tushuncha ishida bizning xalqimizning ko'p qismi shuni bilan cho'ng'liqlik qildi. Shunga dushmanga qarshi turish ruhi, qurbon berish ruhi nihoyat ojiz bo'laqlik ham nurg'u vaqtda. Lekin mavulcho desa, bugungi kunda masalan haftaning yoq ko'ryapmiz. Necha ming odam, balkim o'lgan odamning soni hozir 3 mingga yetib ketdi. Necha ming binolar o'rildi, 15-20 ming yaralangan odam bor. Aşında turup İsrail'e muş atqanlarını tıllaydigan, onu gıtını qısıp jümidi deydigan adam yok hem de. Hemmimiz şu dese, biz zamanımızda müstehkem turumuz, ölsek müşahede ölümüz, bu yerden küçep çık etmeyimiz, bizden zaten müstakil buluştum başka tallışımız yok deyip, düşmanga qarşı turuyatqan kuşning aqısda bugün kadar çoğu turuyatır. Avılnimda turu, Falastin xalqining buningda mas'uliyati bor. Xalqni o'ltadinglar, beguna fuqaroni o'ltadinglar desa, yo'q, mushunning mas'uliyati bor. Qanday mas'uliyati bor desa, bizga mush atirganligiga bular qarshi chiqib asla. Qarshi chiqib, bular buni yo'qotish kerakdi. Buning bu yerdagi hukmronligini yo'qotish kerak edi. Bular ashunda qilmay buni qo'llida emasmi? Shu bularmi ashunda ulashga loyiq deb mushunda milyonlab minglab insonlar hozir qadar o'lib ketdi. Buningdan keyin qanchalik o'ladi aniq emas. Lekin ash xalqmi bizdek bizlar o'xshash. Shularning zimini besib olingan vaqt shu 48-yili, bizning 49-yili kommunizm kelgan vaqt. Lekin dunyo kaynida bo'lgan, har tarafdan biz qo'llaymiz da'vatgan bir dushmani oldida bo'lsa-mu, lekin bular cho desa, irodasini mustahkam qilib ölsek bu dünyadan şehit olumuz, Allah'ın rahmetiga erişimiz, cennet girimiz degan mush ishonchi bilan cho desa, shundan mustahkam turib. Men har xil nimalarni ko'rdik hamda. Qo'li kesilib ketgan bolalar yana o'zining g'alba qilganligi to'g'riliq ishorat belgisini qilib chiqqan rasmlarni ko'rdik. Bolasi o'lib ketsa, onaning voy bolam sen masalan o'lib ketding, sen chet elda o'qiydigan bir bola o'lib ketibdi ekan. Men shunda menga ta'sir qildi. Malayziyada o'qiydigan bola ekan, 3 hafta o'tdi ekan kagini. O'lib ketibdi, shahid bo'libdi. Shahid bo'lsa, voy ist bolam, kammisan cho masalan.
Malayziyada turıversen ço. Demey hali ana. Bizim aralarımızdan belki köp kısmı aşınadaydı o. Lekin anı ço deyse, mening balamni men mujna şehit olashga tayyorlagan. Qolgan balalarimni şehit olashga tayyor. Mening erim va o'zim hammamiz şehit olashga tayyor da'vatlarga balaninki jasadning oldida turib. To'g'ri. Demak bu mushunda qahramon bo'lgan vaqtda, o'lishdan qo'rqmagan vaqtda andin bu davlatni andin qo'g'ini bo'ldi ekan hamda. Shuning bizning xalqimiz bugungi bo'layotgan bu ishdan cho desa, alohida ibrat elishi o'zininki bu zolimga bo'lgan qarshilik maydonida, zolimga bo'lgan nafratida cho texmi mustahkam bo'lishi bu yo'lni cho'qim bizga yaqinlashtirdi mustaqillik yo'lini. Bu shapga saklamcho desa, bu qo'riq tushga aylandi.